Hello, meni o'zim tanishtiradigan bo'lsam, meni to'liq ismim, familiyam Mannov Alisher. IELTS kandidatman va IELTS takerman, ya'ni IELTS topshirganman. IELTS ballim 7, reading sectiondan 8.5, ya'ni 8,5 ball egasiman. Va shuning uchun biz o'zimizni YouTube kanalimizda, ya'ni Idrok School YouTube kanalida bugundan boshlab reading darslari, reading tiplar berishni boshlayman. Xo'p, dastavval sizlarga reading nima? O'zi aslida tushuntirsam. Reading bu o'qish, tarjimasi o'zi bilinib turibdi, o'qish. Sizga 3 ta passage beriladi. Misol uchun bu passage 1, yana passage 2, passage 3 beriladi. Siz 3 ta passageni 40 ta savol beriladi. 40 ta savolni 1 soat ichida yechib javob berishingiz kerak. Xo'p, yana bitta muhim narsa, listeningda bilsanglar, answer sheet qilgani 10 daqiqa vaqt beriladi. Lekin listening audio tugagandan keyin. Lekin readingda unday emas. Readingda siz 1 soat vaqt ichida ham ishlab, ham answer sheet yaratishingiz kerak. Ya'ni answer sheetga yozishingiz kerak javoblaringizni. Yozmasangiz ballingiz qo'yilmaydi, ya'ni 0 ball qo'yiladi. Xo'p, reading aytdim 3 ta passagedan iborat, ya'ni 3 ta qismdan iborat. Passage 1, passage 2 and passage 3, ya'ni birinchi passage, ikkinchi passage va uchinchi passage. Xo'p, passage 1 da 13 ta savol bo'ladi. Passage 2 da ham 13 ta savol bo'ladi va passage 3 da 14 ta savoldan iborat bo'ladi readingimiz. Xo'p, bu yerda bizda instruction bergan. You should spend about 20 minutes on questions 1 to 13. Xo'p, siz 20 daqiqa vaqtingizni sarflashingiz kerak. Birinchidan 13 savolgacha, which are based on reading passage 1 on pages 2 and 3 deyapti. Xullas, reading passage 1 ga 20 daqiqa vaqt sarflashingiz kerak deyapti. Lekin men maslahatim reading passage 1 ni, passage 1 asosan osonroq bo'ladi. Shuning uchun unga 20 daqiqa ko'plik qiladi. Va meni maslahatim bu 15 minut yaxshi. 15 minutdan kamroq bo'lsa bu yana ham yaxshi, lekin 15 minut o'rtacha yaxshi degani. 15 minut passage 1 ga, xo'p, yozib qo'yay. For passage 1, sorry, you should spend about 15 minutes. For passage 2, you should spend about 18 minutes. Sorry. And for passage 3, you should spend about 22 or 24 minutes. And va qolgan vaqtingizga siz answer sheet tayyorlasangiz bo'ladi. Answer sheetda misol uchun javoblaringiz aniq bo'lsa, bemalol 3-4 minutda tayyorlasa bo'ladi. Va meni maslahatim yana bir sizlarga texnik desa bo'ladi, tip desa bo'ladi. Passage 1 ni to'liq tugatib bo'ldingiz. Misol uchun o'qib, savollarni ishlab 13 ta savolni tugatib bo'ldingiz, javoblarni topib bo'ldingiz va shundan keyinoq darrov javoblarni yozib qo'ying 13 ta passageni. 13 ta savolni, ya'ni passage 1 ni javoblarini yozib qo'ying. Va passage 2 ni tugatganingizdan keyin ham shunday qiling. Ya'ni sizda 26 ta savol uje javobi belgilangan turadi. Va passage 3 ni chiqqan javobni belgilab keting. Misol uchun passage 3 da 30-savol bilan chiqdi, 30 ni belgilab qo'ying javobini answer sheetga. Shunaqa qilib ketsangiz o'zi tugab ketadi. Xo'p, endi yana nima readingda? Xo'p, endi bevosita passage 1 ga o'tsak. Passage 1 da asosan qanday savol turlari beriladi? Passage 1 da endi har xil bo'lishi mumkin. Bu savol turlari hech kim aniq bu savol turi tushadi deb bo'lmaydi, lekin ko'p holatlarda, 70% holatlarda passage 1 imiz sentence completion va true false not given savollardan iborat. Adashmasam bu passageimiz ham shunday edi. True false not given and sentence completion savol turlaridan iborat. Xo'p, bugun endi true false not given savol turi bilan ishlaymiz. Qanday true false not given savol turini ishlash, texnikalar. Xo'p, true false not given savol turi qanday ishlanadi? True false not given savol turi o'zi nima?
Bu yerda misol uchun savol beriladi. Ya'ni question'da berilgan statement, ya'ni statement, question'da berilgan statement agar passage'dagi information bilan agree bo'lsa, ya'ni bir-birini bir-biriga mos kelsa, bir-birini ya'ni qo'llab-quvvatlasa desak ham bo'ladi. Bu javobimiz true bo'ladi. Agar question'dagi statementimiz passage'dagi information bilan contradict qilsa, ya'ni qarama-qarshi kelsa, zid ma'noni anglatsa, bunda false bo'ladi va there is no information about question in the passage. Ya'ni savol haqidagi ma'lumot, savoldagi ma'lumotlarni asosiy ma'nosi passageda hech qanaqa ma'lumot yo'q bo'lsa u haqida, bu javobimiz not given bo'ladi. Xo'p, bu savol turini qanday ishlash kerak? Bu savol turida asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsa savol javoblari ketma-ketlikda chiqadi. Misol uchun birinchi birni javobi, keyin ikkinchi javobi, keyin 3, 4, 5 shunday ketma-ketlikda ketadi. Ya'ni aniqroq tushuntirish uchun, misol uchun bu qismda bu qismda first question'da javob chiqsa, second question'da javob, ya'ni ikkinchi savolni javobi bu qismda chiqishi mumkin. Ya'ni tushunyapsiz, ketma-ketlikda ketadi. Misol uchun 3-qismniki bu yerda chiqib turib, 4-qismniki misol uchun bu yer 3 bo'lib turib, 4 bu yerda chiqmaydi. Chiqishi mumkin, bu kamdan kam holatlar, deyarli uchramaydi. Bu kamdan kam holat. Uchraydi kamdan kam, ya'ni 2-3% reading true false not givenlarda uchraydi xolos. Ya'ni juda ham kam. 100 tadan 2-3 ta reading passageda shunaqa bo'lishi mumkin. Siz borgan sari reading skills oshib borgan sari siz 3 da ham 4 da ham ketma-ketligi buzilganligiga qaramay topib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, endi buni o'chirib olsak. Tushundingiz-a? Ya'ni xo'p, shuning uchun ketma-ketlikda chiqqani uchun dastlab faqatgina birinchi savolni o'qib olish yetarli. Birinchi savolni o'qib olsangiz, birinchi savol chiqqandan keyin ikkinchi savolni o'qisangiz bo'laveradi. Ya'ni birinchi savolni javobini belgilagandan keyin ikkinchi savolni o'qisangiz bo'laveradi. Xo'p, true false not given'da ikkita muhim narsa bor. Location va keywordlarni bilish, ya'ni location wordlar sizga javob qayerdan chiqayotganini bildiradi va urg'u, ya'ni keyword, ya'ni nima o'zi true false not given'da urg'u bo'lyapti. Ya'ni gapni qaysi qismi, ya'ni savolni qaysi qismi urg'uda, ya'ni o'sha urg'udagi qismiga qarab javob chiqadi. Xo'p, sizlarga aytadiyu 1000 marta aytgandan bir marta ko'rsatgan yaxshi. Okay. Chetda shu true false not given 1 dan 5 gacha ishlaymiz. Sizlarga analiz qilib tushuntirib beraman qanday ishlash. Xo'p, location wordlarni bu markerda belgilasak. Children's business cards have been banned in some kindergartens. Bolalarning biznes kartlari ba'zi kindergartenlarda ban qilingan, ya'ni ba'zi bog'chalarda taqiqlangan. Ban degani restrict degani, misol uchun taqiqlangan. Okay, bu yerda bizdagi location wordimiz children's business card bilan kindergartens, ya'ni yoki children's business cardslar yoki kindergartenlar haqida gapirsa, demak biz bu savolga javob chiqayotganini sezishimiz kerak. Va bu yerdagi urg'uyimiz nima? Have been banned degan so'zimiz bizda urg'u, ya'ni shunimiz keyword, ya'ni rostdan ham ban qilinganmi, ya'ni rostdan ham taqiqlangan ba'zi kindergartenlarda. Agar bu savolga javobimiz ha bo'lsa, ya'ni rostdan ham taqiqlangan bo'lsa ba'zi kindergartenlarda, bu true. Yo'q, ya'ni taqiqlanmagan hech qaysi bir kindergartenda, u hamma kindergartenda available desa, bu false. Taqiqlanganligi haqida ma'lumot bo'lsa yoki bo'lmasa, bu javobimiz not given bo'ladi. Okay. Tushundingizmi? Endi passageda o'qishni va muhim bitta skill bor, ya'ni bu qobiliyatingiz bo'lishi kerak, skimming qilish qobiliyatingiz. Misol uchun kindergartenlar yoki children business cardlar chiqmaguncha biz passageda skim degani, ya'ni tashlab ketish emas, shunchaki ko'z yugurtirib ketish kerak. Tarjima qilish shart emasda bu qismlar. The ritual may be universal, but the details of business cards and how they are swapped vary across countries. Bu yerda hech qanaqa ma'lumot yo'qda. Bizning anaqa kindergartenlar haqida. Shunchaki business cardlarni swap qilish hamma davlatda har xil deyapti. Americans throw their cards casually across the table. The Japanese make the exchange of cards a formal ceremony. Amerikaliklar bilan japanislarni qanday swap qilish haqida ma'lumot beryapti. Bu yerda ham hali kindergartenlar haqida ma'lumot yo'q. While there are cards that are discreet and understated, others are crammed full of details and titles. Some business people hand out 24-karat gold cards and there are mana. Bizda qarasanglar
Bu yerda direct kindergarten chiqyapti. Demak, shu yergacha biz skim qilib turib, shu gapdan keyin biz tarjima qilishni boshlasak bo'ladi ekan. Hop, boshdan boshlaylik. Somedan boshlaylik. Some business people hand out 24 karat gold cards, and there are kindergarten children who have cards with not only their own contact details but also with the job description of their parents and even grandparents. Okay, enddan boshlab tarjima qilamiz. Va bir qancha shunday kindergartenlar borki, ulardagi bolalarda shunaqa kartlar bor, ya'ni shunaqa kartalar bor, biznes kartalar bor. Bu kartalarda nafaqat o'zlarini ma'lumotlari, hatto balki ular ota-onalarini ish ma'lumotlari ham va hattoki bobo-buvi, ya'ni grandparentlarni ham ma'lumotlari, job descriptionlari bor deyapti. Okay, hali ban qilingani haqida ma'lumot kelmadi. Okay, yana o'qiramiz. This practice has become so common in parts of New York. Ya'ni bu amaliyot, ya'ni o'sha kindergartenlarda shunaqa kartlardan foydalanish, ya'ni ota-onalari, bobo-buvilarni ham ish ma'lumotlarini qo'yish, bu amaliyot New Yorkda ba'zi qismlarda juda ham ommalashib ketdi deyapti. For example, misol uchun, the use of such cards, bunaqa kartlarni foydalanish, ya'ni bunaqa biznes kartlarni foydalanish is now prohibited by some of these institutions. Xo'p, bu yerda these institutions deyapti-ku, these institutions. These institution deb nimaga urg'u beryapti? Bu yerda these institutions degani kindergartens degani, kindergartenga urg'u beryapti. These institutions. Xo'p, endi bu gapni tarjima qilsangiz. Qilsak, for example, misol uchun, the use of such cards, bunaqa biznes kartlardan foydalanish is now prohibited by some of these institutions. Hozirgi kunda ba'zi shunaqa kindergartenlar tomonidan prohibit qilinyapti. Xo'p, prohibit nima degani prohibit? Buni qizilga olib qo'yib. Prohibit nima degani prohibit? Prohibit degani bu keywordimiz, ya'ni prohibit degani ban degani, ya'ni taqiqlanyapti. Hozirgi kunda ba'zi shunaqa kindergartenlar tomonidan taqiqlanyapti deyapti. Demak, javobimiz nima bo'lyapti birga? Rostdan ham taqiqlanyaptimi? Taqiqlangan bo'lsa true, taqiqlanmagan bo'lsa false, taqiqlanish haqida ma'lumot bo'lsa not given. Xo'p, taqiqlanish haqida ma'lumot keldi. Demak, not given emas aniq. Xo'p, taqiqlangan dedi. Shuning uchun false bo'lmaydi. Javobimiz true. Ya'ni u yerda aytib turibdi o'zi ham ba'zi institutsiyalar tomonidan, ya'ni ba'zi kindergartenlar tomonidan u taqiqlandi hozirgi kunda deyapti. Demak, javobimiz true. Hop, birinchi savolning javobimiz true. Endi ikkinchi savolni o'qib olamiz aytgandek. It was the Chinese who first began to practice using business cards. Sorry. Chalib ketdim. Okay. It was the Chinese who first began the practice of using business cards. Business kartlardan foydalanishni amaliyotga qo'llagan birinchilar bular xitoyliklar deyapti. Xo'p, endi bu yerda location wordimiz nima? Location wordimiz Chinese. Chinese degan joy kelganda biz bilishimiz kerak, javob chiqyapti. Xo'p, endi urg'uyimizchi? Rostdan ham first begin the practice, ya'ni amaliyotni birinchi boshlagan rostdan ham xitoyliklarmi? Agar ya'ni rostdan ham xitoyliklar birinchi amaliyotni boshlagan bo'lsa, biznes kartdan foydalanishdi. Bu savolimiz javobi true. Yo'q, ular boshlamagan bo'lsa false. Ular birinchi boshlaganmi? Bu haqida ma'lumot yo'q bo'lsa, javobimiz not given chiqadi. Okay. Endi passagega qaytsak, yetgan joyimizga. Xo'p, biz qayerga yetdik? Xo'p, bu anaqani tugatdik. Paragraphda, endi keyingi paragraf. Cards have been around a long time in one form or another. The Chinese, mana xitoyliklar chiqyapti. The Chinese invent calling cards in the 15th century to give people notes that they intended to pay them a visit. Okay. Xitoyliklar birinchi bo'lib u kartni bu narsani kart deb call qilishdi, ya'ni chaqirishdi, kart deb atashni boshlagan, ya'ni yaratgan, kart deb atashni yaratgan 15-asrda odamlarga notis berish uchun, ya'ni eslatma berish uchun. Chunki uni asosiy maqsadi, ular shuni maqsad qilgandiki, uni vizit uchun foydalanishni maqsad qilgan. But these were for social purposes only. Lekin bu kartlar faqatgina ijtimoiy maqsadlar uchun edi ekan, xolos. Demak, practice qilmagan ekan, ya'ni amaliy maqsadlar uchun emas, ular faqat social purposes, ya'ni ijtimoiy maqsadlar uchun foydalangan, xolos.
Then in the 18th century, European business people invented a new type of card to act as a miniature advertisements, signaling the advent of the business card. Ha, mana. Keyin 17 asrga kelib deyapti, yevropalik biznes odamlar, ya'ni biznesmenlar bu anaqani kartni bunaqa turda yangi kartlarni advertisement, ya'ni nima desam bo'ladi? Advertisement. Reklama sifatida foydalanishdi. Ya'ni o'zlarini biznes kartlarini reklama sifatida foydalanishdi. Okay. Demak, ular haqiqatan ham practical qilgan, practical yuzda foydalangan, ya'ni e, amaliyotda foydalangan, ya'ni reklama sifatida foydalangan. Xo'p, demak, xitoyliklar endi savolga o'tsak, xitoyliklar rostdan ham birinchi bo'lib amaliyotda qo'llabdimi, ularni qo'llashda amaliyot qildimi? Yo'q, ular social purpose'lar uchun qo'llabdi xolos faqat. Birinchi bo'lib yevropaliklar buni birinchi bo'lib qo'llabdi amaliyotda. Demak, javobimiz nima bo'ladi? False bo'ladi. Sorry. Xo'p, tushundinglar, ya'ni birinchisi Xitoylar emas, yevropalik o'sha biznesmenlar tomonidan qo'llanilgan, amaliyot qilingan. Okay. Designing business cards can be controversial process for some companies. Xo'p, endi bu yerda designing business cards, ya'ni biznes kartlarni dizayn qilish, bu yerda location wordimiz, o'sha biznes kartlarni dizayn qilish haqida ma'lumotga kelganimizda qaraymiz. Can be controversial process. Endi bizda ya'ni keyword, ya'ni urg'uyimiz nima? Controversial process. Controversial process. Xo'p, controversial process degani munozarali jarayon degani. Biznes kartlarni dizayn qilish ba'zi kompaniyalar uchun munozarali jarayon deyapti. Xo'p, rostdan ham munozarali jarayon bo'lsa true. Agar munozarali jarayon emas, hamma kelisha oladi deydigan ma'lumot bo'lsa false va munozarali jarayonmi, unaqa emasmi, u haqida ma'lumot bo'lmasa not given bo'ladi. Xo'p, biz bu yerga yetdik. Xo'p, bu yerdan boshlaymiz. Qoraga o'tkazib olsam. Okay. In today's world, business cards can cause people to have strong emotional reactions. Bugungi dunyoda biznes kartlar insonlarda kuchli emotsional reaksiyalarga sabab bo'lyapti, deyapti. According to one experienced company director, o'sha kompaniya haqida ma'lumot kelyapti. Maybe javob chiqyapti. According to the one experienced company director, ya'ni bitta tajribali kompaniya direktorining gapiga qaraganda deyapti, very few things can provoke more heated discussion at the board of meeting than the composition of company's business card. Okay, composition of the company's business card degani, composition degani designing degani, ya'ni dizayn qilish degani, kompozitsiya qilish degani. Demak, mana shu yerdan javob chiqyapti. Okay. U odam aytayaptiki, ya'ni experienced company director aytayaptiki, xo'p, bu yerda gapni tarjimasi nima deyapti? Very few things can provoke more heated discussion at the board of meeting than the composition of the company's business cards. Xo'p, kompaniyani biznes kartlarini compositioni, ya'ni dizaynidan ko'ra juda kam narsa undan ko'ra kuchliroq hali heated discussion, ya'ni hozir tushuntiraman. Biznes kartlarni dizayn qilishdan ko'ra juda kam narsa heated discussionga sabab bo'ladi. Dizayning qilishdan ko'ra deyapti. Ya'ni dizayning qilish juda ham heated discussion, ya'ni juda ham munozarali, qizg'in munozarali jarayon deyapti va undan ko'ra juda kam boshqa narsalar undan ko'ra kuchliroq discussionga sabab bo'ladi, ya'ni munozaraga sabab bo'ladi deyapti. Demak, rostdan ham biznes kartlar munozarali jarayonmi? Dizayn qilish, biznes kartlarni dizayn qilish? Yes, shunaqa deyapti. Ya'ni u juda ham heated discussion yaratadi va undan yaxshiroq heated discussion yaratadigan narsa juda ham kam deyapti. Undan ko'proq yaratadi. Demak, javobimiz rostdan ham ular controversial processmi? Ya'ni rostdan ham controversial degani discussion degani, ya'ni munozarali degani. Ha, rostdan ham shunaqa. Demak, javobimiz nima bo'lyapti? True bo'lyapti. True. Xo'p. Endi 4-savolni o'qisak, a famous toy company has boosted their sales by using one type of unusual business cards. Okay. Xo'p, bizda
Location word'imiz a famous toy company, ya'ni bitta mashhur o'yinchoq kompaniyasi has boosted their sales. Ular sellarni boost qildi, ya'ni oshirib yubordi by using one type of unusual business card. Bitta noodatiy biznes kartlardan foydalanib, ular o'zlarini sellarni, ya'ni sotuvlarni yaxshilab yubordi, ya'ni kuchaytirib yubordi. Xo'p, bizda urg'u nima endi? Bu yerda urg'u rostdan ham ular boosted qildimi sellarni, ya'ni boosted their sales. Rostdan ham sellarni boosted qildimi? Agar ha, rostdan ham sellarni oshirib yuborgan bo'lsa, u bitta noodatiy biznes kart. Demak, javobimiz true. Agar yo'q, oshirib yubormadi desa, ya'ni remain stable qoldi yoki decrease qildi desa, ya'ni o'zgarmas qoldi yoki pasaytirib yubordi desa false, va information bo'lmasa, saleslarda boost qilingani, qilinmagani haqida javobimiz not given chiqadi. Okay, pasajiga qarasak. Lots of companies try to promote themselves by altering the form of the cards. Employees at one famous toy company. Mana qarasanglar, men shu aytgacha anaqa skim qilib turib, shu yerdan boshlab tarjima qilib ketyapman. Ya'ni javoblar chiqadigan joydan boshlab tarjima qilib ketyapman. Employees at one famous toy company give out little plastic figures with their contact details stamped on them. Xullas, famous toy company, ya'ni mashhur o'yinchoq kompaniyasidagi employeeslar, ya'ni ishchilar plastik figura berishibdi. If plastik figuraga o'zlarini contact detail, ya'ni o'zlari haqidagi ma'lumotni stamp qilibdi, ya'ni bosibdi. One fast bosibdi, ya'ni bosib chiqarib xolos. Ya'ni noodatiy biznes kart, ya'ni bu plastik figura, ya'ni shunchaki plastik figuralarga o'zlarini kontakt detayllarini bosib chiqaribdi. Ya'ni noodatiy bu yerda noodatiy biznes kart, bu plastik figures, ya'ni ular noodatiy qilibdi. Xo'p. With their contact details. Xullas, bu yerda hali ma'lumot chiqmadi. Davom etsak, one fast food company has business cards which are shaped like a portion of French fries. A Canadian divorce lawyer once gave out cards that could turn into two, one half for each for spouses. Okay. Qarasanglar, umuman ma'lumot chiqmadi. Uje bu yerdan keyin mana one fast food deyapti-yu, uje boshqa kompaniyaga o'tib ketyapti. Ya'ni famous toy company haqidagi ma'lumot tugadi. U haqidagi ma'lumot nima edi? Ular shunchaki bitta plastik figurlarga o'zlarini ma'lumotlarini bosibdi. Shu xolos. Demak, javobimiz nima bo'ladi? Sellar, ya'ni sotuvlarni oshirib yubordi yoki yubormadi, bu haqida ma'lumot bormi? Yo'q. Demak, javobimiz 100% not given bo'ladi. Okay, and the last question of our true false not given. Hope true false not given oxirgi savoli. Some business commentators predict a decline in the use of paper business cards. Ya'ni xo'p, biznes kommentator degani hali boshlovchilar, biznes boshlovchilari shuni taxmin qilishyaptiki, predict qilishyaptiki, paper, ya'ni qog'oz biznes kartlardan foydalanish decline bo'ladi, ya'ni tushib ketadi, ya'ni pasayadi qog'oz biznes kartlardan foydalanish. Okay, bizda location word'imiz some business commentators, ba'zi biznes boshlovchilari. Xo'p, endi bizda urg'u nima, ya'ni keyword nima? Decline, predicted decline, rostdan ham decline bo'ladimi? Agar decline bo'lsa, ularni taxmini bo'yicha decline bo'lsa, bu true. Yo'q, agar ular o'sishini taxmin qilayotgan bo'lsa, demak false. Ya'ni endi o'sish yoki kamayish haqida hech qanaqa ma'lumot bo'lmasa, bu not given bo'ladi. Xo'p, endi biz ham biznes kommentatorlargacha tarjima qilmasdan shunchaki skim qilsak bo'ladi. Xo'p, qayerga yetdik? Supposes for many business commentators, o'zi asherga yetib kelgan ekanman. Mana bu yerdan javob chiqyapti. For many business commentators, ko'plab biznes kommentatorlar uchun deyapti, such gimmicky business cards prove that the use of physical business card is nearly at the end. Physical business card, bu yerda nima degani physical business card? Physical degani jismoniy business card degani, ya'ni bu yerda physical business card degani paper business card deganga sinonim. Ya'ni juda ham zo'r bu yerda anaqa matsamlar paraphrase qilingan physical business card degani bu paper business card degani physical degani jismoniy, ya'ni ushlasa bo'ladigan deganda, ya'ni u onlayn emas, physical jismoniy. Shuning uchun bu yerda anaqa
Bir-biriga sinonim. Xo'p, ular taxmin qilishyaptiki, shuni isbotlashdiki, bunday gimmicky biznes kartlar shuni isbotladiki, ya'ni gimmicky degani o'sha onlayn biznes kartlar shuni isbotladiki, shu, paper biznes kartlar, ya'ni qog'oz biznes kartlar is nearly at the end, ya'ni oxiriga yetib keldi, uje yakuniga yetib keldi deyapti. Ya'ni uje tugayapti uni davri demoqchi. After all, why bother exchanging bits of sick paper at the all when you can simply swap electronic versions by smartphone? Sizda shunaqa imkoniyat bo'lganda, ya'ni elektronik versionni, ya'ni telefoningiz orqali biznes kartlarni elektronik versiyasini swap qilish, ya'ni ulashish imkoni bo'lganda, swap qilish imkoni bo'lganda, nimaga siz paper, ya'ni xalaqit beradigan exchanging paperlardan foydalanishingiz kerak? Ya'ni nimaga paperlardan foydalanishingiz kerak deyapti. Xo'p, endi javobimiz chiqdi. Xo'p, javob qayerdan chiqdi aytaymi? Nearly at the end, ya'ni oxiriga yetib keldi. Endi bundan boshlab u kamayib ketadi, yo'q bo'lib ketadi deyapti. Ya'ni ular oxiriga yetib keldi deyapti. Shu yerda sal reading skill kerakda. Hech qayerda misol uchun bu yerda kamayadi deb predict qilyapti degan joyi yo'q. Lekin o'zingiz o'ylab ko'ring. Misol uchun biror narsa oxiriga yetdi degani u uje tugayapti deganimi, ya'ni kamayadi deganimi? Demak, javobimiz bizda rostdan ham ularda pasayish bo'ladimi? Decline bo'ladimi? Ha, chunki ular oxiriga yetib kelyapti. Demak, javobimiz true. Xo'p, endi javoblarni tekshirib olsak. Telefonim qani? Okay. Javoblarga kirsak, xo'p, kirdik. Xo'p, birda javobi true, false, true, not given, true. Ya'ni 5 out of 5, ya'ni 5 tadan 5 ta ko'ryapsizlar, oson. Bizda asosiy narsa location wordlarni topish va urg'uni topib olish va location word kelguncha biz skim qilishimiz vaqtdan ham yutadi. Xo'p, bugungi bizda birinchi darsimiz shu edi. Ya'ni true, false, not given savoli bilan ishlash. Endi keyingi darslarda boshqa savol turlari bilan ishlaymiz. Xo'p, e'tiborlari uchun rahmat hammalaringga. Omad tilayman IELTS ekzaminlarida yuqori ball olishinglarni tilakdoshiman.